güzel əslimlərimiz var. Unutulğusuz minutlar var, hikayələr var. Biz ana şu ötken günlərimizni, mənilik çağlarımızdan əsdən çıxamay, bugünkü bu bəxtiyar, xuşal dövrimizdən minnətdar olub yaşayırıq. Çaqçaq xalq san'ati ichidagi ko'ngil ichish tipiga mansub alohida bir tur bo'lib, g'ayri moddiy madaniyat merosi bo'lgan chaqchaq Junxo esil an'anaviy madaniyatining muhim bir tarkibiy qismi. Chaqchaq kuchli komediyalik va kulki qo'zg'ash xarakteriga ega. Bugungi davr kishilarining xushal xo'ramliq, mamnunlik va minnatdorlik hissiyotlarini dal vaqtida ifodalaydi. Chaqchaq tilga elinsila ko'z oldimizga zamonimizning apandisi Isam Qurban keladi. Uzun ömür ko'rish cho'lpini deb atalgan Isam Qurban aka garchi bizdan vaqtsiz ayrilgan bo'lsa-mu, biroq uning chaqchaqlarga singan qimmat qarashi, Isam chaqchaqlaridagi chinlik, ilmiylik hozirgacha qimmatini yo'qotmay, uning izbosarlari tarafidan saqlanib kelmoqda. Undaqda bugungi unutulmas aslim programmamizda zamonimizning apandisi Isam Qurban aka haqida qanday qiziqarli parang, go'zal aslimalar bo'ladi. Çaqçaq yumur tilga ilinsa, bizim köz aldığımızga zamanımız efendisi merhum İsam Qurban akimiz köz aldığımızga keladi. Gerçi ustaz bizden vaqitsiz ayrılgını bilen, ama ustazның çaqçaqlarga singdirilgan qimmat qarashi, ilmiylik, chinlik öz qimmatini yo'qotmay, uning izbosarlar tarafidan saqlanib kelmoqda, yodlanib kelmoqda. Tağ seylige baratto sayram kölige Vilspitni minetto kızlar keynide Garmun gitar tenkeştur muğluk köylege Belki görmen dostlarımız yuqorqi ichki aziz mehmonimizning aslim rayonimizda imzo qo'yib kirganligidilla bugungi unutulmas aslim programmamizda chaqchaq yumurlarning qaynab ketadiganligidan xabardor bo'ldik. Xo'sh, unda bo'lsa hamimiz qizg'in javoblarimiz bilan bu ikki aziz mehmonni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Ekrem, hoş geldinizler. Yüzün yakışma, onların uydukiler yakışma. Yaxşı, İsamka, yaxşı. Dövlət dərəcədə qeyri-maddi mədəniyyət mirasının vəkillik türü bolğan Çaqçaqның vəkil xarakterlik varisi Ahmedcan Yüz qarşılamaz. Hoş geldiniz. Jungo Elçin Sanatkarlar Cemiyeti'nin azası İsam Qurban akının şagirdi Ekrem Setuvaldi. Qarşılamaz. Hoş geldiniz Ekrem. Demek hem de bana bugünkü şu Hisamkam'ın aslimisi gecörü buluş için naq meydanda bizninki 6 aziz mehmanımız oturuptu. Şu mehmanlarını mı bir icazet versanlar tanıştırıp algan bolsam. Oldu. Bizden unutulmaz aslim programımızın xas namını algan Gül Uz şirketinin qurğucusu Ablat Yusuf Malım. Hoş geldiniz, qarşılamaz. Şinjan Madar Biyo Pentexnik Çekiliş şirketinin qurğucusu Memtimen Mahmud qarşılamaz. Hoş geldiniz. Şinjan Sarsaylı Xalqaralıq Sayahat Kooperatividən Havagül xanım qarşılamaz. Hoş geldiniz. Şinjan Qabil Davalaş Üskülləri şirketinin qurğucusu Abdurashid Obu qarşılamaz. Hoş geldiniz. Şinjan Sanam Liangli Girim Buyumları Soda Çekiliş şirketinin qurğucusu Roşangül Emin xanım qarşılamaz. Hoş geldiniz. Mingda doktorxanası Davan Yolu Tarmaq doktorxanının yardımcı doktorxana başlığı Gülnisaxan xanım qarşılamaz. Hoş geldiniz. Undaqda Luqman Hakim aslim uyimizdagi aziz mehmon bilan tanishib o'taylik. Şinjan Bektur Soda Çekiliş şirketinin qurğucusu Şahzada Bekri Bektur xanımı alayda qadam təşrif qildi. Qarşılamaz. Hoş geldiniz. Programımızın bu sanıda aziz mehmanimizning aslim hikoyasiga munosabatli yana bir mehmanimiz 2-chi naq maydon Luqman Hakim aslim uyiga taklif qilindi. Undaqda bular o'tirsida qanday ta'sirlik ham qiziqarli hikoyalar bor. Qiziqsangiz diqqatingiz davomliq unutulmas aslimada bo'lsin. Unutulmaz aslima. Ahmedcanka. Xoş.
Muşu İsamkam bilen siz qancha yoshlar vaqtingizdan boshlab shu so'rinlarda yoki bo'lmasa shu İsamkamniki chaqchaqlarda bilib mangan. Mush güzel chaqlarni bir eslab qolibsiz. Bu programı bugün çak qilib bersa bakıp sonra qın tutunuzga. MSBK adı da şagit MSBK adı. Yo'q, ayting shundoq chaqchaq varisi deb turib dedik ya. Ya ama aynak qarsam sal gumonxo'rda ko'rinyapsiz. Ama 350 gradus xel ko'ryapman, iniq gaplaringizni ko'ryapman menjimi? Şu maktabda o'qish jarayonlarida bu İsamkamga bek oshiq bo'lganki, hamda shaxsan o'zim. Ancha-muncha İsamkamdan qiliqlarini do'rab, kinolar ko'rib olgan qiziqchiliklarni do'rab, shu 13-14 yosh vaqtlarimizda maktabdagi bolalarni kuldirib, qiziqchilik yuraytdimki, İsamkamdan qayerda bir faoliyatlar qatnashgan bo'lsa, yozning kunlari, qishning kunlari bilmaymiz hamda. Shu yerni anglab qolsak, shu izlab so'rab bir to'p uşaq bolalar yoki bizdan cho'ngroq akagilar masalan 18 yosh 20 yosh bolalar ashlar bilan agishib berib İsamkamning faoliyatini jiroqdan ko'radigan hukumatim men. Bir kuni meni bizning baldiki cho'nglar motorning aqsi o'taqizib, "Menga İsamkamga so'raga kirmas, İsamkamni bek do'raydigan İsamkamni yaqindan ko'r, andaq-mandaq" deb akirdi. Akirgandan keyin shu İsamkam bilan da qipash o'taqizib qo'yibdi. Şu yerda İsamkamning chaqchaqlar deblarni bek qizidi. Arliqda menmoyliqqa hayajonlanib ketib bir ishga gap qilgan chaqda ash bir ikki tal gapim İsamkamning quliqiga Yetib qopti. Ash nim qapti ta'sir qilib qopti-da, ashuna sezib qopti İsamkam. Shuni bilan "Voy, ma bola bo'ldi ekan, o bu deyishdik. Ana degan yumor debpasin bu bola İsamkam bir ko'rab baqina aka deb bu yerda bir ishga yumorlan degan bo'ldik. Tunji yumuringiz shuningda boshlandi demoqchiman. Masalan İsamkamning so'rida. İsamkam bilan ko'rishimiz tunji boshlandi. Unda shu chaqchaqni, shu yumorni bir anglaylik. Tarix ma'lum bir maktabda o'quvchilardan so'rayotganda. So'rab shu kungi darsda shu Ikkinchi dunyo urushining aslamlarini ancha-muncha eslab dars kirgizibdi. Masalan shu urush vaqtida Hitler Germaniyalar o'sha fashist qilib ketdi ya. Shu vaqtda oxirgi bu fashistlarni yangdi. Masalan o Sovet ittifoqi bu degan armiyalar. Shu vaqtda dastlab ketimda Berlinni kim olgan deb bu ma'lum so'rsa, bu bolalar o'qimaydigan gapni so'rabdi, taqdi qilmadim-ku o'zim. So'rab jim tursa, moyoqda o'tirgan bir qo'rqanchoq bolani, "Qo'pa bolam sen, men dars savol so'rasam, hangib o'tirsan qo'y. Berlinni kim olgan? Kim oldi?" desa, "Ilq bol qo'rqib ketibdi-ku. Mahmudim olyapman" dedi. Ma nima deydi? "Ey, men dars so'zlayapman, uni sen apolmaysan. Vayliq o'rishaq Berlinni kim olgan?" dedi. "Va ma'lum ishonmayotgansa, opamdan so'rab boqing, Mahmud buni." Shuna ma'lumning ochiq kelib ishchiga sap qo'yibdi. 2 kundan keyin ota-onalar yig'in qilib, opalar keldi ekanda, keyingi yiliq bolaga buga ochiq yonmabdi-ku bu ma'lumning. Yiliq bolaning opasini tutib, "Bekilanga hada. Ay, bolangiz-ku dars faqat ko'ngil bilmaydi. Qarang, men qaysi kun dars o'tib, qarang Berlinni kim oldi desam, Mahmudim deb turdi, qarang. Mushu javobmi desa, yiliq ayol, u bolasini misal ayolga, "Voy, xopimman, muallim. Kichik emasmi, oz ap qo'ygan." Degandan "Ey, mo ayolning davatqanda, ey, bu shunday qilamsizlar, sizlarning oilada bir o'qinish qadami yo'qmi?" desa, bolaning opasi, "Muallim, men bolaga qattiq qilay. Og'am biz bir ishga o'ynab beramiz." Mushu bilan dapirdim men balvaqlarimda. İsamkam mana ishonsanglar hamda. So'rindan qaytgan chaqda mening qo'limni tutib ayrim ko'rishib, "Ahmadja" dedi. "Chaqchaqi bo'ldi ekan sizmi? Hamkorlik shayli, day chiqiring. Yomurlaringiz kamlab qochib berib turmay emasmi?" Ma'qul deb. İsamkam bilan shu cho'nglarning ko'ziga issiq ko'rangandan tortib 20 yil, 21 yildek tarixim Ili oblast davasiga borgan har qaysi shahar, har qaysi noya, har qaysi yezib qishloqlardagi aziz mehmonlar bilan izchil ko'rishib o'tdim. Shunda qilib bu İsamkam bilan shu 21 yillik so'rin hayotim o'tdi. Bunda bo'lsa Akram, sizlar shu İsamkam bilan tunishgan vaqtinglar, xudo Baytin Ahmadjon kam aslab bergandek, endi sizlarniki shu uchrashgan vaqtinglar qachon? Mush vaqtlarda İsamkam sizlarniki shu İsamkamni do'rab obraz chiqarishinglarni mening anglashimcha bek xolab ketmayotgan tuqa.
Endi bu İsamkam bilan tunji qitim uchrashgan vaqtimiz 96-yili Ömer Jikamning boshchiligida bir o'yin tashkillab janubga bordik. Basab bu yerda Parat İsamkam doğru aytganda sakında. Paratnimi tunji qitim hamda billa o'yin qo'ygan vaqtimiz shu. Qarasam bu İsamkamni doğrusa buning shunda kulib ketib barda haqlar. Aliqqa yumurun deydi bu. Bir monopol kımıltığım bade. Gum gum atamen. Buk buk şudu. Gum 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 atamen. Buk 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 şudu. deydigan desa, gum gum pok pok desa haq degan til qilib qoladi-da. Şunu ben bu İsamkam doğrusu bek külüdü ki. Bu men mi doğrusam bolamdı nima degan xiyolga kelgandim. Anandan keyin tunji bo'lib hamda İsamkamning ovozidagi lentini Ahmetcan chiqadi. Chunki men qaytib kelgandan keyin qarasam Ahmetcanlarning bir yumor chaqchaq dey chiqdi. Qarasam bu İsamkam doğrab chiqibdi. Shuning bilan Ünal Golentisi. U mu shunda alqishga erishdi-da. Voy İsamkamning ovozini doğraydigan bola mushu ekan, birdan bir varis ekan deyishdi. O'chaqlarda bular İsamkamlar bilan ko'rishib, so'rovlarda billa bo'layotgan mezgillarda. Shuning bilan texmi İsamkam doğrash qizg'inligim qo'zg'aldi-da. Shuning bilan bir qitimliq No'ruzda İsamkam yo'qka u yerda bir doğrab chiqdim. Uni İsamkam televizordan ko'ribdi. Keyingi qitim yana bir plastik ishlaydigan to'g'ri kelib, shu plastik ishlaydigan o'ringa borsam, bu yerda İsamkam bor ekan. Shunda plastik ishlaydigan savdogarga dedim men. İsamkam bor ekan, endi osh İsamkamni bir so'rgan bo'lsak, men so'ramayman, siz so'rab bergan bo'lsangiz dedim. Desam shuning bilan qichiq bordi. Berib İsamkam yerda bir bola sen doğraydi ekan dedi. Kim o? Qaysi bala? Bitta. A bola, Nim qildi ki? sening ovozing doğraydi ekan. Doğru öğrendi ki. Buldu o Ahmetcan doğru de. O Perat mı doğru yaptı? Buldu o aşıla doğru kandikin. Dedi. Ya anlap bak İsamkamni ma balama yengden chiqibdi hamda bu balama doğraydi ekan bir anlap bak dedi. Jem to'g'anti shuning bilan deyishlaydigan savdoga kelib İsamkamni yanchiqi 500 ni shunda olsag'anti. Boptu. Bu balnikinin bir anlap bak. Shuning bilan u yerda men darrov hamda kallamda İsamkamningki eng yaxshi yumorlarini tanlab oldim. Tanlab olib İsamkamningki shu vatanparvar, xalqparvar shundaq yaxshi yumorlarini tanlab olib shu yumorlarni bir boshdan dedimda İsamkamning ovozini. Bu yerda haqmi shunda qarshi deb chavak chaldi. Oxirida shuning bilan men chaqirdi bu İsamkam. Bekile. Degan xapib ketaymi deymanda yana. Jim turma desam. Bekile balam. Deganda shuning bilan sal erkin his qilib oldiroq keldim kelsam. Bu doğruğunun nayet yakışıptı. Hem talant doğru eşten kilodu. Ben şunda oylap kaldım köpçülük. Ben ölüp gidip kalsam, benim avazım kalır eken. Şunun u yerda nayet hayajonlandim. Shuningdan keyin İsamkamni doğrashni boshladim. Lekin bir so'rinda bo'lib qolsaq, İsamkam Mavu bala benim avazımda doğraydı. Doğrap versin. demigicha doğrumudim. Anki bu İsamkamninki nayet dikkat qiluvchi yumorlarga, sal qalayimqan yumorlar unda bunda bo'lib qolsa xap bo'ldi. Bir qitim İsamkam doğrugina desa, uqmasdilar bir yumorni davit qopti ekanman. Ve ne edime onda kılıma? Ben ne düyek varma? Kim dedi sana o yumur ne? Deganda o velikam dedigan deb velikam degan bo'lsam, Ve veli üretmek çıkmalığa. Ne onda dememen. degan shuning yoqi İsamkamning ashiliqi men ruxsat qilgandan keyin deyman yaxshi yumorlarni deymanda. Yumor so'z degandimi bu İsamkam hamda yumorlarni ayt ixcham. Oxirida cho'qim bir kulki bor bu İsamkamning yumorida. Anki uzunroq yumor bo'lib qolsa, o'ttirliqlarda kulki bor. Bir paraq kulkidan yana davomlashadi, bir kulkidan keyin bir davomlashadi. Uzun yumorlarni mana shunda bir qiziqarli so'zlaydi. Aslima. İsamkam bilan 21 yıl yürüyüş jarayonida İsamkam bu sen bilan men bağan sorunda bir adam ranjimaydi. Şunda hoş bulup qaytqanda isilip salamlaşıp yurtlarni çoqum ko'rayli deb oyundaq söyünüp qaytadi. Bu zaten senin çak qilishki uslubingdagi eng isil yerini bir deb so'rayman-ku. So'rsam işte turib ketib çak degan bor-ku. Ahmetcan dedi Hasan. Çak qilguchi mi? Çak qilguchi mi? Etrafda oturup kulguchilar mi? Ortak huzurlanıp külgen gapni çak deymiz dedi. Demek
Ben çakçak kılıp aldım dep karşı taraftan ayıpını içip oynasanız o çakçak girmeydi. Mesela kızlık gemde bir ya. Ay yüzümde terik kisel banki bir yer kara açtak kalkıyan maykuyla üyebilir açtak oturup ki. O baldan atlap ötüp gitti bu samkem çakçak gitti. Aşağıda bu samkemden sual sorusun kızlık gem çıkı demez mi? Aşağıdan ötüp gittiğini o toğra. Lekin aşağıda nimişki ötüp gittin dep sorsak nim dep cevap verdi ki deydiğin kız kişi var bizde. To'g'ri. Ya samke hammasini o'qishtirib kelib, ma balni o'xshatmay o'tib ketding, bu baldan qo'rqamsan nima dedik-ku. Desak, ma inkasning tezligini qarang. Shu zamat ha. Buningga zamat kirib qo'ydik. Qurg'anda sirlaymiz deydi. Samkamdan iboratmi shu san'at peshasi bilan bir davrda anonki bo'pi bir so'rinlarda 10-20 yıl birga yashab qolganim intayin zo'r baxtim deb o'ylayman. Hozirgacha o ustozimga rahmatimni aytib turman. Rasullarni da qilib, "Nada seni o'g'ri" deb qo'yman. Mana qaysi vaqtga yilqi talishib tushgan vaqtinglarmi yoki shu rasmdagi suratlar? Pul so'rayotgan vaqtimiki? Hozir bunu oyan tepaga qildim deb. Demak, Esamkam ajoyib xushchaqchaq, o'zining kayfiyatini tanishishni biladigan, eng qiziq chaqchaqlar orqali boshqalarni xush qiladigan pek bir go'zal axloqli kishi. Shunday qo'y. Ammo shu ustozinglarni ancha-muncha terik turadigan vaqtinglarmi bormi? Endi bu odam tabiiy o'zi xohlagan gaplar bilan chaqchaq qilishni yaxshi ko'rdi asla. Shundan o gaplar tas qizimay qilib qolsam, terik turib qo'ymiz hamda. Terik turib qolmas. Yolg'on gaplarni deb, bo'lmagan ishlarni deb, mushta bo'lgan, mushta desingizlar, o terikse alamet qiziq tillab qo'ydi, qiziq gap qo'ydi. Bir kun bir maslahatchi o'ltirishda tazi qizi deb o'tirish. Osh Valikam, Yalqinkam bir ish kuchi cho'ng danliq san'at sajandilab atdi. Ajoyib isil qilib bir yarim soatdek ilg'aliq naqshi muzikalarni aytdi bu so'rinda. Bu so'rindagi bir 70-80 dak balla va bu naqshiga hozirlanib tarafdan vaqirishib ketdik. Oy, ajoyib deb. Oyda hozirlanib o'tsasak Bilik sorunda bir mesup kaldıgan balım bağ emasma, cahanda nima şol halkını okumaydıgan. Bir balım meske tuyuksuz kopapla, ilik nakşılar tükep duruşuqla. Ya İsamka, bakın tuttavla bir nakşı etmesine Mısır'ga, dedi bu. Dedi, İsamkam'dan taze açık kip duruptu ki. Boldu kıgına ya. Veli ba, yalkın ba, ataklık nakşıçılar nakşı etti. Boldu ku, o meylan gitmesin bana, dedi o. Dedi, bu mesulen çatıqın bu mu da? Yılıq nakş ettiğin bala hamda bir sakarak balıp qası acı balının köngülü azar yapqanmısın da bu işe arılışıp optum ben. İsamka o yeniden çıkıp atkan balalarını kollap koyma, açtaqma radya biremse ulağa. Toqtan ufkam, yani bir 10 metrekin esson dap koysan bombadı mı desem, nak aşarda terik kaptı ki bana. Arlaşmıqına. Dadam hamanda ketmen tipadı da apam yığıldı kalçoy vardı da vıjda bizimler nakşık bıydı bu kak. Şomu nakşıma dedi. Oşta davat attı bu üyütsün itmisin de tasdiqlamay tutsak. Yelaka yaş bala duttan ilip umuta sakbal emeske var. Aşı bal tuğruluk gap talışvatmız asıl biz bu yada. Mesele şu yada. Mesele şu. O mesele onun hiyal yok. Duttan kayadan tapkan nakşını başlap yaptı dağlar bu. Onun üstü bunun avazı hın balık damakıdık yap kıldı ha. Bu şoğlar başlı demez mi? Geldikken ben bu balının gipini kıp otağıdım, İsamkam'ın aldık, hıcılıp kaldım da bir yada. Uydu, karısa mantazı alayıp duruptu ki. Boldukken komana İsamka dedim, yılgı balına. Aşağıda kutulup gidelim baba. Boldukken o İsamka desem, taşı dirip ki. Ve taşı buladı ki. Ve nereden taptın ha bu? Rojdoğunun kaldım boğan balasın deyip. Unutulmaz əslime. Mao bir sorunda İsamkam texi kelmepti de bu sorunga İsamkamni çaqırıptı. Bula hamda İsamkam qandaq qildi ki, qanday inkaslı boldu ki dep hammasi sorunni egallab o'tirib opti. Supuning tepida liqqida odam. Shu İsamkam kiribdi bu xil burun bo'lgan ishga. Kirgankin İsamka bu vaqqalding san o'taqdek yaqanmidi-ku degan do qarasa töde bir bala oq shapka, oq chapan, oq qishton, oq paypoq kiyib o'tirgan qarablar. Ve man otağdek ya baka. Eşede bir un xaltısı varken şu unni elivetsanglar şu yerde oturaydı. Depla hem de yerdeki keyfiyatını tanışıp verip
Adam orunda oturup gitti, aşağıda oturup dike. Anadaki yeni bir şu Roztoko'da bir adam var. Bu Rozkam İsamkam kiliştin burun sorundakiler gidip de. Bu İsamkam kelse fakat külmeğla. Külmeyle oturuyorlar. Oy neymiş külmemiz ya? Külmesenla bir gep çıkıdı dep de şunlar. Ya bolut dep kelgen o kile dep karşılıp oturup İsamkam gepni başlaptı. Na kızık geplerini kıvasımı bula kalpkin çişilip takıp külmepti. Külmegендeki şunlar Rozkamga uç kaltı çıktı da şunlar. O İsamka bu kamlaşmadınız bugün depki. Nima kamlaşmadı? Vay sizni şunca valla adamını küldürdü, külk şahi dep maqtap, şunca valla kök desek, bugün bana maqtıgan mal kayık çıkandaklı bir iş kıldınız koydunuz. Ve ben o işini kılmasam sen kanda don tip yeyse dedi. Ayakның toğol akımını keltirip değil mi? Aşında kalıp, oңышсыз kayfiyatlanımı, oңış aytdı bu adam. Anken bu Rozkam'nınki bir günü apstüge kaptı. Roztoko degan adamның apstüge qalğanki bu İsamkam kaptı. Kelse İsamkam qıys. Vay anam depti ki. Kanıtımdan ayrıldım go anam des. Pokununga dikkat kıl dedi. Dolmaz əslime. Rahmat Ekrem. Demek Ekrem siz bilen bir resim to'g'irlab azroq bir aslimaga yo'l bo'lgan bo'lsak deb o'yladim. İsamkamның 70 yıllık toyunu ötküzgen vaktimiz bu. Şu vakitte İsamkamның 70 yıllık toyda nurgun adamlar ilmi makallarını okudu. Tonlarını kiygizdik. Şu vakitte ben bir İsam Aka ve onun kişiler arasındaki siması degan bir makalını yazıp, ilmi makalını şu yerde okugandım. Şu vakitte şu faaliyetten çıkan ekan işkimiz İsamkam bir gap kıldı, şu gapga külüp gitip şunu tushgan resimde. Belki Ekrem endi men sizda mush İsamkamning qaysi holatlarini ko'proq do'raysiz yoki eng voyig yetkazgan holatlar bor desa, qaysisini deysiz? Endi ben İsamkamningki ovozini yaxshi do'rayman deb o'ylayman. Andan keyin asosan qo'l harakati odam o'tirib turib gap qilgandan keyin men ishini Ahmadjon do'ray oladi. Buni cho'ng saqlaydigan Ekrem do'raydi. Çünkü bir etüt oynagan bularçı. Etüt oynagan çağda ras isam yalga isam degan vaqtda bir qitimliqda tunji qitimliq etütni Ahmadjonlar o'yindi. Onu da men ishni nayt keltiydi de. Keyingi qitimliq yana bir qitim İsamkamning 80 yilligida men Tarat Baji ikkimiz chiqdik. Chiqqanida men ovozini keltirdim. Manga vaqtidami Ahmadjonning men ishini bir ko'rdim burun devatga ko'rib, mashinaga qarab turib, "Hamada mansam bo'ldi" deb, sal emishib turib mangdim, lekin Ahmadjonnikiga qamlashmadi. Ashta qilib 80 yillik kechiligini ashta tugatgan. Endi shu İsamkamningki chaqchaqlarningki asosliq bir alaydiligini siz nada deb qaraysiz? Mening bilishimcha, mening his qilishimcha, o'ttas ko'psa kishilar uchun yaxshi xiyolda bo'ldi odam u. Bu odam degan har qanday o'ziga yo'liqqan muomalaga kulki bilan javob qaytaradi. İsamkam bir kun bir sorunda chaqchaqdas qizimay turdi. Shuni bilan İsamkam bugun yomon kayfiyating nachargo deb balla so'rab turdi. So'rab turacak. Ben 3-4 güngacha xafa yurdiga o'xshayman. İçilamayman men dedi. Qanda desek, ölüşkün bo'lg'aysin deb burayman desek. Bu adam Süydüngü bir oturaş çıktı ki. Süydüngü bir oturuş çıktı emas mı ölüşkün dedi. O oturuşta yaxshi mehmon qildi. Bu kızı diye. Eğer otursak yani bir oturuştum vallahi ki yaptı. İsamkam berip emsan bo'lmaydi dedi. Yak diyemedik de o oturuştan çıkıp yani bir oturuş kılmadık keçide dedi. Şunu ulan baştaki oturuşta işke arakның küçüğüyle ma işkeci gittim bağa oturuşta olamet kız tuttu be. Tazı kız tutulup şimdi otağın birisinden söyledim de dedi. Kimnin uyu bu desem bizden azıcık zemin kavgatını koyuyor ki adamın uyu kedi. Bazı zemin kıtan bakın. Hem de İsamkamның 20 yıllık 30 yıllık emrayım üye kelip zemini kanı dedim dedi. Zemini kan. Bizgi tekkinin koşulsan ol gelci bu. Bunun yolcusunu gördüm ben. Settin set bir tazlimik ev o. Sen zemini kan kupap. Tazlıkan bilen salapetlik de var. İsamkam salapetlik emezden bana bayda. Demek
aşı bir erkek için zor azar bo'ladigan aşı ishni kulkiga aylantirib, bizning aş sorunimizni dahshat qiyqa chiqaradi. Demek İslam kamniki mushu chaqchaqlari faqat o'zining bir shaxsiy hissiyotini ko'rgizmay yoki o'cha davatini chiqarmay, xo'shallik bilan, ajoyib yaxshi usullar bilan hal qildi-ki, shunlashqimi 2013-yili davlat darajalik g'ayri-moddiy madaniyat mirosining vakil turi bo'lgan chaqchaqning vakil xarakterli varisi degan sharafli nomga ustozimiz erishgan. Shunda 2013-yili. Undan keyin Davlat darajalik davlat darajalik chaqchaq varisi deb bor. Bu nom sizdami bog'u deyman. 2018-yili sizmi o'xshashlar mush ustozningki varis qatorida chaqchaqniki bir vakili bo'lib saylandingiz, obraz bo'lib saylandingiz. Buni desangiz hayajonlimi? Shu yanıla shu 21 yillik Isamkam bilan yurish jarayonidagi kishilar qalbiga qoldigan ta'siriyatimizdan foydasi bo'lib qoldi bu-chu. Mushu chaqchaqdan iborat mush go'zal madaniyat turini avlodlarga qoldira oladigan birdan bir kishi deb meni tanlagan hukumatga chin qalbimdan rahmat aytaman. Salomat Rahmat. Ekremning bor o'z navbatida. Meni İsamkam dastlabda şu oblast edebiyat sanatçılar cemiyetide folklor deb bir grup var ki, bu folklor degan Eğiz edebiyatçılar cemiyeti ekan bu. Eşek bir başlap ekirgen. Kirgen çağda Muşuni muшу balni bir a'zo qilib qo'yinglar. A'zo bo'lib qolsin degan ki İsamkam ko'rsatgandikin bir kunishki ba'da oblast Eğiz edebiyatçılar cemiyetining a'zosi deb. Ondan keyin Abdumuradov Eğiz edebiyatçılar cemiyetiga a'zo bo'ldik. Ondan keyingi vaqtda yana Abdumuradov Eğiz edebiyatçılar cemiyetidagilar siz mamlakatdagi Eğiz edebiyatçılar cemiyetiga tanishtiraylik degan deydi. Az kundan keyin bu bir kinish keldi. Bu mamlakatlik Eğiz edebiyatçılar cemiyetining a'zosi degan bir kinishga. Shunda İsamkam sizlarga mayli sizlarning shogird bo'lish va yoki bo'lmasa izbosar bo'lish to'g'riliq yaxshi bir nasihatni qildi-ki. Mehmonning ko'nglini ranjitmaslik. Ondan keyin partiya hukumatimizga to'g'riliq akilab chaqchaq qilish bo'lmaydi. Chaqchaq degan o'zaro shu turmushdan tepib qilgan narsa. Bu chaqchaqqa jig'ib kelganda axloqli bo'lish kerak. Mening gaplarimdan ayol o'rtoq bahramon bo'la oladi. Doktorlar bilan doktorcha chaqchaq qilaman. Muallimlar bilan muallimcha. Bola chaqa oildagilar bilan ular bilan o'zi xos mutaggap qilman. Deb burunqi programmalar ziyoratxona o'sha deydi. Andan keyin uzun yumorlarni yaxshi ko'maydi bu Isamkam. Ba'zi yumorni boshlab, ba'zi bolalar boshlab qo'ydi uzun, eng oxirida kulaymi kulmay deb qolgan yumorlar emasmi? Shuning sal uzun bo'lib ketgan. Nemanda uzun yumor bu? Bu yumorga bizning ayol kiraydi. Deb telefonning yumorlarini-chi, nima qo'yadi? Andan keyin shu to'g'riliq nasihat qiladi. Unutulmaz əslime. Bugün biz mayli İsamkamning chaqchaqlari bo'lsin, yumurlari bo'lsin, bir İsamkam shu naq maydonda badek, yenimizda badek, ajoyib güzel shu xos bo'lgan ovozni, xos bo'lgan shu kulkilarni asladik ham hayajonlandik. Bizningki programmamizda aslim xatsandığımız bor. Sizlarning shu programmamizga kelganliklaringizni anglab, kelgan xatlarimizning turini aytib ko'p. Ammo navbatdagi bir parcha xatni men o'qib baqsam, bu aslim xatsandığı kelgan bu xatning egisi zodi kimdir? Turmuşda yumoristik tuyg'u ko'p bo'lganda kishi uzun ömür ko'radi. Yumorsiz sorun qizimaydi. Tarixda nurg'un qiziqchi, chaqchaqchi kishilar o'tgan. Yiroqdikini qo'yib, yaqindikin desak, biz uni Isam aka deb chaqiramiz. 1980-yili men Şinjan gazetidagi vaqtimda G'oljiq berib, uni ziyorat qilgan. Uning nurg'un chaqchaq va yumorliq hikoyalarini anglagan. Hamda uni Hayat Nasriddin deb atab, Millatlar rasmlik jurnali, Millatlar adabiyoti, Xalq Eğiz adabiyoti qatorliq gazet jurnallarda uning kulkulik, yumorliq chaqchaqlarini tarjim qilib tunishtirgan. Hayat Efendim Isam chaqchaqlari nomli bir yurish 3 kitobni tarjim qilib nashr qildirdim. Isam Qurban latifalarini tarjim qildim. Sog'lomligimiz uchun turmushimizda yumoristik tuyg'uning ko'proq bo'lishini, doim kulib turishimizni umid qilaman. Men bugun
sizlar bilan tang kulish uchun yiroqdan keldim. Undaqda Luqman Hakim Aslim uyimizdagi aziz mehmonni taklif qilaylik. Millatlar adabiyoti jurnalining tahrir hay'ati, Jungo Osonliq millat yozuvchilari ilmiy jamiyatining muavin bosh kotibi, Jungo Uyg'ur klassik adabiyot va muqom tadqiqot ilmiy jamiyatining muavin bosh kotibi, oliy muharrir Akbar G'ulomni qizg'in chavaklarimiz bilan taklif etamiz. Qani marhamat. Aslima. Poytaxtimiz Beijingdan kelgan bizningki hurmatga sazovar Akbar G'ulom akamizni ko'rib shunchalik xush bo'ldik. Xush kelibsiz. 1980-yil Akbar akam G'uljiq berib Isam akamni ziyorat qilibdi. Unda bo'lsa shu vaqtdagi bir go'zal aslimlarni aslash baqamdi Akbar aka. 1975-yili Şinjan gazetesida muxbirlik qildim. Şinjan gazetesi bölümünde edebiyat grupusida ishlaydim. Shu chaqdan boshlablar necha qatim, ko'p qatim G'uljiqqa berib, ko'rishib, Isam akam bilan tanishib, shu chaqchaqlarni ko'p anglab, shunaqa qilgan. Keyin men Beijingga yetkazib ketdim 80-yili. Yetkazib ketib, shu chaqda yana bir xizmatdoshimiz bilan alayda kelib, shu G'uljiqqa berib, shu chaqda rasmiy ziyoratni bo'lgan. Ziyorat qilib bir muncha asar rasmlarni tatib, xalq eg'iz adabiyoti, millatlar adabiyoti, adabiyot gazeti qatorliq gazet jurnallarda Isam akamni tanishtirib, latiflarni tarjima qilib bergan. Keyin Isam akamniki latiflarni ishqirda bir jurnallarda har sonda bir 20-30 latifasini tarjimasini berib, shunaqasi tarjima qilgan. Uch kitobni keyin 92-yilimi shu chaqda nashrdan chiqarib, Isam Shoha deb shu rasmdagi shu kitobni tarjima qilgan. Bu ishqirda qarindosh millatlarniki nimasiga nihoyat olqishga erishib, bu haqiqiy Uyg'ur millati bu yumorchilik nihoyat aqlliq shunaqa millatga deb ta'sir qozongan. Akbar aka, Mao Isam akamning yumoriga nisbatan hamda bizga uni badiyligini ham tillarining nihoyat o'tkirligini his qilib turib, bir xil kayfiyat chiqqandan keyin kulimiz yoki uni his qilamiz, shundami? Hamda Mao yumorni bu tarjima qilish orqali ana shu qarindosh millatlarga bir badiiy zavq, kulki ato qilishda albatta siz shuni tarjima qilish jarayonida bek tas to'g'rigan nuqtalar bo'lishi mumkin deb o'yladim. Bu undaq oson ish emas, xudaymi, ha? Ish qilib oson emas. Tarjima qilishda hamda eng qiynalgan yerlarim nima? Men Uyg'urchada ahangdash so'zlar nihoyat ko'p. Ha. Ahangdash, garmondash so'zlar nihoyat ko'p. Masalan, burun. Men burunda zamonsi degan burun bilan burun o'xshash ahangdash. Mushlarni tarjima qilishda biroz yana nima o't chöptiki o't bilan o't qo'yishdiki o't, qil ustidagi qil bilan ish qildiki qil. O'shundoq ahangdash so'zlar nihoyat ko'p. Shularni tarjima qilgan chaqda men shunga yaqin keldigan Xansochida maqol tamsillar yoki so'z iboralarni tanlab, shunga yaqin keltirib tarjima qildim. Agar o'z aynan tarjima qilib olsak, uni boshqa qarashlar faqat tushunmaydi-da uni. Shunga yaqin keldigan qilib, ba'zilarga izohat berib, mundaqsiga qildim. Shu maqolani shu Isomu Payshavji deb Şinjan gazetesi 80-yili 8-ayın 8-kuni e'lon qilgan bir parcha maqola. Mao shu 81-yili millatlar Minzu Xoboda shu rasmlarni tatib, undan keyin Isam akamni tanishtirib, latifalarni nima qilib mana andaqsiga tanishtirgan. 81-yili Mao Zamitörde Afenti deb nom qo'yib. Mao Sanyo'sanda bir jurnal bor. Shu jurnalda har bir sonda Isam akamniki
latifasini unda 1 yil berganjimi Ana bo'lsa shu tarjima qilgan yumorlaringiz yoki qiziq chiqqan va yoki bo'lmasa aslimalik chiqdi va yoki kulgulik chiqdi deb tarjima qilgan yumorlaringiz bo'lsa bir deb baqamsiz. 1. sınıfni 7 yıl okudum degan birimiz. 1年级读了7年，在麦斯拉普晚会上，一位叹服了伊沙姆大叔笑话的人问他：“伊沙姆先生，你如此博学多才，一定是读过很多年书吧？”“是的。”“那么您念过几年书呢？”“1年级读了7年。”听了此话的那个人感到十分惊讶，然后认为人的笑声中立即感觉到其中的奥妙，笑着又问：“那么您在学校里最喜欢的是什么课呢？”“我最喜欢上的就是课间操。” Oksanlar cincinlere, ben Nasr Latiflerini tercüme kılıp nurgun kitaplarını çıkarganca. Şu çağda bunu İsamkam okuyup kaptı da. Okuyup gelip bir günü Ürümçi'de görüştük. Ürümçi'de görüşüp, "Hey Ekber Gulam, anlasam sen Nasr'ın Efendimiz'in latiflerini işkirige apırıp setip bayıp gitipse, menin çakçaklarım mı? Bir eket sana top ötküzey. Top ötküzey. Kilolap apırıp satsan mayli, hat boyu satsan mayli. Lekin faydası olsa beni unutup kalmayacağım ha. Demek Ekber Kam şu İsam Kam'niki çakçak yumurlarının bizim qarindosh milletler arasında nayt bir itirafga erişide yaxshi bir törüklük rol oynagan biz en hürmetleydigan ustaz deb ta'riflasak bo'ldi ki Ekber Kamni ha? Mijit Nasr akam bana alayda bir yazgan maqalası var ekan, şunu berganda, şunu Ahmaydandan azroq bir ijab qo'yganlarim bor, o'qib bersanglar degandi. Bo'ldi. İsam Kamni merkez qilib davomlashgan eli chaqchaqlari İslam zamonasida uningga xos holda shakl, tür amiboblig'i jihati kengayib, falsafaviy tasavvur, satirik hajiviyligi, jalbkorligi jihati kuchayib, mazmun, ilmiyligi, umumiy saviya jihatda yuqori o'rlab, yangi davrda hayotiy kuchni urg'itib, turmushning ehtiyoji bo'yicha xalq eg'iz adabiyoti turida eg'izil qilib qolmay, balki yozma adabiyotga yondashib, yangi bosqichga ko'tarilishida bu ustozning tuhfasi zo'r. İsa'ma sen demeysen, çiçeğim neymiş güzel. De ben hiç kimge demey, beden. Çaşlarım cula kılsa, sen hiç bulmadın hayran. Sırrım şudur bilip kal, senem. Sanam ösümlük çaş boyuqi. Unutulmaz əslime. Bugün Nahmaydan kilamigan yana nurgun mehmonlarimiz bor. Navbatda biz İsam Kamning o'g'li Mahmudjonniki tabrik so'zini bir anglab baqsaq. Bugün Unutulmaz Əslim programmasındaki dadam İsam Qurban to'g'risida bu program ishlaydiganini anglab, nihoyat xursand bo'ldim. Mening xotiramda dadam İsam Qurban farzand tarbiyasida oldi bilan odam bo'lish to'g'risida bizga ko'p tarbiya qildi. Bu eng muhimi odam samimiy bo'lish kerak, chin bo'lish kerak deb tarbiya qilgan. O'rganish jihati bo'lsa, bilim egallashning muhimligini bir odam uchun bilim har qanday boylik, har qanday narsada muhim ekanligini kichigimizdan ta'kidlagan. Shuningdek, men bu jihatda ben şu İsam Qurbanning o'g'li bo'lganligimdan chin ko'nglimdan faxrlanaman. 作为他老先生唯一的汉族学生，我非常荣幸能在有生之年跟这样一位平易近人而又德艺双馨的艺术家相识，感受到他从艺和做人的魅力。同时呢，我也希望在今后的从艺道路当中，
能够将他老人家的恰恰克艺术通过更多元化的艺术形式、更多更丰富的内容展现出来。同时也希望我们各民族的文艺工作者能将他老先生的艺术成就、艺术特点、艺术精彩的表演给大家。同时呢，也祝愿恰恰克这门中华民族的传统曲艺瑰宝能让更多的年轻人接受并喜爱。 Demek Van Yang hazır İsamkam'ın şagirti buluş süpütü bilen, yani İsamkam'niki izini besip, şu İsamkam yumurlarını, çakçaklarını özün etrafıdaki adamlarga yakın arlık tunuşturup hizmette öttü de. Naq maydandaki aziz mehmonlarimiz hamdiki vaqt sizlar uchun qanday rahmat. 2008-yılı biz şu savaqdaşlar yig'ilishi quljiq bag'anda bizning savaqdaşlarimiz İsamkamni so'rin chaqirib dikan, shu chaqdim shundaq yoshinib qapti ekan. Shuningdimi bizga shundaq so'rinni qizitib o'ltirib bergan. Biz talishib yurib, rasmga tushib, shu yerda azırgıca hem de şu resimlerimiz bizge hatır olup saklaqlıq. Burundan tatı televizorlarda körüp kevatqan çaqçaqlarını İsamkamның bolsun, meyli şu sahnimizdeki şu külki çaqçaq ustazlarımızninki çaqçaqlarını anlap kelgen emdisler şu kan xalq amısıga külki çaqçaqlarınlar bilen hem de roy ozuq ekildiğen suyumli kişilersler. Biz hem de davalaşta men hem de özüm tibbi xadim davalashda biz bemorlarga hamda dori o'kul ishlatishdan boshqa yana ro'yi jihatimi davalash qilamiz. Mushu jihatlarda hamda sizlarmi biz kan xalq amisiga hamda ro'yi ozuq berish bilan tang davalash operatsiyalar deb qarayman. Hamda bizningki Minda doktorxonaning sizlarga ko'ngil so'g'itimiz bor. Sog'lomlik kartasi so'g'at qilmoqchi sizlarga. Güzel eslimlerini eslep, İsamkam'ın sığınıp oturup güzel eslimlerini esildik. Hem sen hem şirketinden mi bizim erler çaş boyuğu var, andan çaş sopullarımız var, beden yürüyüş suyuklukları var. Aşnından bir yürüyüşten 3 ustazga soğat kılay, kabul kılınlar. Sizlerinin mi bunun için tekimi şu halk ammasıga bir hoşallık ataklaşınlar için hem şundakla muş fırsatdan faydalanıp bizniki Madar şirketimizniki Madar Şaqaqul tabletini sizlarga bir yürüyüşten bir soğat qilib alsam mushunaq maydonda qabul qilgan bo'lsanglar. Ahmetçinikamdan bir savol var so'rab olsam ruxsatniki. İsamkam bu chaqchaq qildigan vaqtlar, chaqchaq qilishdan burun buni uyda tayyorlik qilib chiqamdi. Ko'pincha vaqtda, ko'pincha allarda naq maydonliqdan aytishni bekroq yaxshi ko'ramdi deb bir savol bor ekan. Rahmat. Hamda mening his qilishimcha o çaqçaqqa aldın ala tayyorlik qilmaymiz. İsamkammi aldın ala tayyorlik bo'lmagan deb o'ylayman, ammo shu so'rindagi ahvol qarta çaqchaqqa bo'lgan inkas nihoyat yuqori. Mana aytganda qiziq gap ijozatchisi-da u odam. Ayndaq naq maydon so'rinda chiqqan narsa bu çaqchaq. Agar buni yezib qoldig'ini bo'lgan bo'lsa, agar yozg'ini bo'lgan materialga aylangan bo'lsa, bu o İsamkamningki umrda qilgan çaqchaqqa jo'zdimi qiyin kitob bo'ladi. Bizning qabul davolash uskullari şirketimiz ishlab chiqargan qabul qon besim o'lchash asbobi bor. Ashundan 3 yilga bir yurishdan so'q qilay, ashuna oz bo'lsin deb qabul qilgan bo'lsanglar, teninglar salomat, ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Rahmat. Ma'qul Sizlarga hamda men G'uljidan G'ulji charchab borsizlarmedin, so'qlarda borgandan keyin G'ulji Dabaza Berayun 7-qavatda Chima restoran bilsa. 7-qavatga borsanglar bizniki shu Gul o'ziniki Izora har oylar kutinish markazimiz bor. Qachon basanglar bo'laverdi. Sizlarga haqsiz deb aytishga. Unutulmaz əslime. Demek nəhayət güzel əslimlərə cür bolduq. Xudi İsamkam yenimizdə badək hissiyatlı bolduq. Biz o ustazımızı hörmət bilən çoğunqur sevğinimiz. Sizin qandaq əsliminiz var? Yani siz qaysı ustazlarımızdan güzel əslimisiga diqqət qilisiz yoki ko'rishni istaysiz? Diqqətingiz keyingi programımızda bo'lsin. Xeyr xoş.